Nega bu yerdaligingni bilasanmi? Ha, Nega? ota-onamni sudga berdim. Nima uchun berding? Hayot berishgani uchun. Farzandlarni dunyoga keltirishmasin. Men bolaligim haqida nimalarni eslashim mumkin? Faqat zo'rlash, haqorat, kaltaklashlarnimi? Zanjirlar, tayoqlar, kamardimi? Menga aytilgan eng shirin so'z ahmoq, tirranchi, daf bo'l bu yerdan, chuvrindi bo'lgan. Hayot bu katta bir chiqindixona. Unga yirtilgan qovushchalik narxi yo'q. Men bu yerda jahannamda yashayapman. Tobori yonib kul bo'lib qovjirab boryapman. Daydi it mendan yaxshiroq yashaydi. Agar yaxshi bola bo'lsam, qadrimga yetishar deb o'yladim. Mehr berishar degandim. Ammo bu yerda mehr nima qilsin? Mehr nimaligini bilmas dunyo-ku bu. Tug'ilajak farzandingizni mana shu narsa kutib turibdi. Zayn, ota-onangga aytadigan gaping bormi? Ulardan boshqa farzandli bo'lmasliklarini iltimos qilaman. Qattiqroq gapir. Boshqa farzandli bo'lishmasligini istayman. Ularning farzandlari bo'lmasligini istayapsan-a? Ha.